Boy berilgan daqiqalar. Assalomu alaykum aziz obunachilar va meni kuzatib borayotganlar. Sizlarga yana bir o'ta ta'sirli bir hikoyani o'qib bermoqchiman. Siniq soatlar ustasi. Shahar chekkasida eski bir ustaxonada g'alati bir chol yashardi. Hamma uni oddiy soatsoz deb o'ylardi. Lekin u soatlarni emas, balki boy berilgan daqiqalarni tuzatardi. Bir kuni uning huzuriga o'ziga juda ishongan boy bir yigit keldi. "Usta", dedi yigit kibr bilan. "Men vaqtimni sog'otib olmoqchiman. Bolaligimda otam bilan baliq oviga chiqmagan, onamning so'nggi qo'ng'irog'iga javob bermagan o'sha soatlarni qaytarib bera olasizmi? Mana sizga xohlagancha pul." Usta javondan ichi bo'sh, shaffof bir shishani oldi va yigitga uzatdi. Bu shishaning ichiga boqib, o'sha o'tkazib yuborgan daqiqalaringda aytolmay qolgan so'zlaringni pichirlab ayt, dedi. Yigit hayron bo'lib shishaga qarab, "Otajon, sizni yaxshi ko'raman. Onajon, meni kechiring", dedi pichirlab. Shu zahoti shisha ichida yorqin bir nur paydo bo'ldi. "Endi nima bo'ladi?" so'radi yigit hayajonlanib. "O'tmish o'zgaradimi?" Usta g'amgin jilmaydi. "Yo'q, o'tmish o'zgarmaydi. Lekin bu nur sening kelajagingni yoritadi. O'tmishdagi xatolarni tan olgan odamgina bugungi kunining qadriga yetadi. Sen boy berilgan vaqtni sotib ololmaysan. Lekin hali oldingda turgan vaqtni isrof qilmaslikni o'rganding." Yigit ustaxonadan chiqarkan qo'lidagi qimmatbaho soatga emas, balki yo'l chetida uni kutib turgan ayol va farzandiga boshqacha nigoh bilan boqdi. U endi vaqtni o'lchamas, u vaqtni his qilardi. Vaqtni orqaga qaytarib bo'lmaydi, lekin har bir soniyani tiriltirish o'z qo'limizda.